Bu yoqda ham bitta darvoza ekan. Bu yoq tarafni ko'rsating endi Jaloliddin. Bu yoqdan ham kirib keldik mana. Bu Azizning ham xatosi bu. Bizada kommentariylar bizani yaxshiroq ishlashga undaydi. Taxminan qancha ketgan shu imoratingizga? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana sizlar bilan ko'rishib turgan ekanmiz. Demak, uy qurilishi loyihasi yana sizning e'tiboringizda. Hech o'ylab ko'rganmisiz? O'zbegimning oddiy xonadoni qanday bo'lishi kerak? Bugungi videoni tomosha qilamiz, shu savolga javob topasiz. Va albatta yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Rejissyorimiz bir narsani iltimos qildi, podpiska tugmachasini bosib qo'yar ekansizlar. Demak, O'zbegimning oddiy xonadoni. Hozir bizni ichkarida arxitektorimiz Aziz aka va uy egalari kutishyapti. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat. Adashmasam siz uy egasisiz, o'zingizni tanishtirsangiz. ismim Alijon. Alijon aka, nima sohada ishlaysiz? Men hozir nafaqaga chiqqanman. O'z qaysi sohaning egasi edingiz? Biz farmatsevtikada 26 yil ishlab, o'sha yerdan nafaqaga chiqdim avgust oyida. Demak, qurilish bilan bog'liq emas ishingiz. Yo'q, ilgari armiya safida xizmat qilganda qurilishda xizmat qilganmiz. Stroybad deyilardi. O'shandan mahorat oshib, undan keyin ham korxonada shu qurilishlar qilib o'qitimizni oshirib borib, bu uy qurilishda ham ko'p narsani o'zimiz bosh bo'lib, ishchilarga yo'l yo'l ko'rsatib, ozgina o'zgartirgan joylarimiz ham bo'lgan. Oddiy qilib aytganda nishtatniy quruvchi ekansiz. Endi Aziz aka, hozir bugun shuni loyihasini ozgina tushuntirib bersangiz, tomoshabinlarga qiziq bo'lishi. Mana tomoshabinlarga qiziq bo'lish uchun 20 ga 30 hovlida hozir turibmiz. Ikkita tomoni ko'cha, orqa taraf ham ko'cha, oldi taraf ham ko'cha. Ikkita uyi bor, oldi tarafda uyi bordi, mehmon uyi deb nomlanadi. Orqa tarafida asosiy oilamdan yashaydigan uyi joylashgan. Endi uyni ko'rsatsak. Endi qarang, hozir shu joyda bitta narsani aytaydi. Ahamiyat beramiz. Bu yoqda ham bitta darvoza ekan. Hozir kirganimiz ham bu yoq tarafni ko'rsating endi Jaloliddin. Bu yoqdan ham kirib keldik mana. Demak, bu yoqdan kelib, eshikni yopib, alaka qolagan payt bu yoqdan ham chiqib ketaverar ekansiz. Endi bizada bu yoqda katta ko'cha bo'lgani uchun bu yoqda serqat mashinalar juda ko'p o'tadi. Bu orqa ko'sa ham tinch. Bu yerda qo'ni-qo'shnilar o'zi kirib chiqadi. Tupikmi u yoq? Tupik emas. Bemalol chiqib ketadi-ku, lekin qatnov kamroq ekan. Bolalar, nevaralar uchun juda qulay. Yaxshi joy. Chiqib o'sha rolikda uchadimi, samolyotda uchadimi, yo chiqib futbol o'ynaydimi, o'sha qulayligi bor. O'shaning uchun biz bu tomonga ham darvoza qilib, mashina ham kirib chiqadi-yu, asosan shu bolalarni, nabiralarni o'ylab qilingan narsa bu. Lekin juda ham zo'r qilingan ekan, Aziz aka, bunday o'ylab aylanishi ham yaxshi bo'ladi-da. Shuni aytmoqchi. Yoz kunlari естественно, konditsioner bo'ladi. Bu yerda o'zi mahallamiz xudoga shukr anaqa yoz vaqtlari o'zi salqin mahalla hisoblanadi. Biz konditsioner shart emas. Mana eshikni ham ochib qo'yib birpas o'tirsangiz, shabada maza qilasiz. Lekin yaxshi qilibsiz. Ikkita darvoza bor, har tomonlama qulaydi. Men birinchi ko'rishim bunaqa. Bu nimada bor, ani savdogarlarni ko'rganman. Nimada? Oxun Boboyevdanmi? Endi kamaz mol olib turish uchun ikkita qilib qo'ygan. Aylana olmaydi-da-yu. Kirib chiqib ketadi. Aytib o'tdim. Tinchligini ko'rdingizmi? Jimjit joy ekan. Bola o'ynaydi. Bexavotir. Funksionalniy darvozangiz qaysi? Narigi tomon. Paradniy. Bu ikkinchi darajali darvozaxona ekanda. Lekin bir xil darvoza, razmeri, Fresh Life. Farzandingiz qadrli, siz qadrlisiz. necha soat o'tadi shunda? Общий 6 soat o'tadi. 20 ga 30. Ehson aka, ko'pchilik yo'lini necha metr qilgan yaxshi deyshadi. Mana 4,5 metrlik yo'lak bo'lganda, mana yo'lakning ko'rinishi bemalol. Ya'ni mashina qo'yganingizdan keyin yonida bemalol joy qoladi-da. Oldi tarafga mehmon uyi solingan-ku, zalli oynasi ko'cha tarafga qaraganda. Mana hovlida oyna yo'q, faqat oshxonadan oyna bor, yotoqxonadan oyna bor-da. Zo'r layfhak ekanda, Aziz aka. Oldi tarafda bundoq kirganimizda dahliz, kichkina oshxonachasi, sanuzeli, keyin mamta zali bor, katta zali bor, keyin ichkarida yotoqxonamdan o'zini sanitar tuguni, garderobdan bor. Demak, bu bitta oila uchun ekan. Bu yo'q, bu asosan mehmon kelganda, alaki bundoq kelinglar deb
olib kirishga tayyor zal hamisha. Bu Yo'lda aylanib yurmas ekanda, aka kelganda shunda mehmonxonaga kirib yana qaytib chiqib musulmonchilikda ayollar bilan erkaklarni alohida o'tkazishadi-yu, o'shaning uchun biz ko'proq buni erkaklarga mo'ljallaganmiz. Keyin tashqaridan kelgan mehmonlarga sanuzilni ham shu yerda joylashtirganmiz. hamma qulayliklar o'zi bilan. Ha, o'zi bilan bu yerda o'zining kichkinagina oshxonasi bor. Shu yerda choy qo'yib, mehmonlarga shu yerda o'zidan hamma narsani yetkazib berish sharoiti bor-da. Ichkariga kirishdan oldin shu narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Bu juda ajoyib qilingan ekan, o'zi ixtiro qilganmisiz? Kirishda bo'lgani qulaydi, chunki kelgan odamlar go'da xijolat bo'lib qoladi. Qatiq yoki borib stolga o'tirgandan keyin qo'lim yuvib deb turadi. Hammani xijolat qiladi, o'zi ham xijolat bo'ladi. O'shaning uchun xijolatni oldini olish uchun bu narsa o'ylandi. Juda chiroyli, marhamat, ko'ringlar. Qani ichkariga boshlang, marhamat, bir ko'rsataylikchi. Demak, hozir betga kirganimizdan keyin mehmonlar uchun alohida oshxona bu. Endi mana yana bir tomon betda o'ylangan, qish kuni misol uchun sovuqlik qilsa, mana bu kelgan mehmonlar uchun sanuzil qilingan Alohida. O, juda. Shunda eshikning oldida qulay joyda ekan lekin. Yana betda bitta o'ylangan tomoni, ta'mirimizni baland bo'lgani uchun biz buni sanuzilni qisqartirgan, tepasida Kirganda ahamiyat berdim, shuni tepasi nima ekan deb turdim. Ichkariga kirib oldik. Demak, bet mehmonxona dedingiz. bet mehmonxona, mana alohida bu go'rkasi, tegdi idish-tovoq turiladi. Polini palubniy qilganmiz. Tushuntirib bering, mana ba'zi bir yurtdoshlar bilmasligi mumkin-da. Palubniy nima degani o'zi? Bu qanaqa yo'nalishda? Palubniy shu yog'ochcha olib quritib, uni mayda-maydali reka holatiga keltirib, buni har birini keyin shuruplar bilan qotirilib chiqadi. Keyin bu keyinchalik ham asrlar davomiga xizmat qiladi. Bo'shashib ketmaydi. Har xil skrip ovozlar chiqmaydi, o'shaning uchun qilingan. Pastda mana gilam bilan yopib qo'yilganda, yurtdoshlar agar gilam bo'lmaganda, mana shu palubniy dumaloq. Demak, gul qilingan. Ko'rina olmayapti, lekin bu guli patologdan bir xil qilingan ekan. Uyg'unlikda qilingan ekan. Shu dumaloqlik kimning g'oyasi bo'lgandi bu o'zi? Bu duradgorlar kelib bizga 4-5 ta variant berganda, biz mana shunda to'xtaganmiz. Latunmi shu? Ha, latundan qilingan. Orqa tomonga oyna qo'ymaganmiz. Mana bu yerga oyna katta qo'yilgan, ko'cha tomondan yorib shunaqa tushadi. Kelgan odam hovlingizni ham tomosha qilmaydi-da, oddiy qilib aytganda. Ehson aka, mana e'tibor bering, karnizni ham bunda tiyagani orqasiga qo'ygan ekanlarda, karniz ko'rinmasdan parda chiroyli turibdi. Abo'y to'g'risida gapiring, shuni abo'yini bu nima deyiladi bunaqa abo'y, nimasi bilan qulay? Mehmonxona bo'lgani uchun bir kirchimol tanlangan. Bu yuviladigan bu. O'sha namlatta bilan ham artib olaverasiz. Sizni hovlingizda ikkita qismdan iborat bino bor ekanda, shunaqa bo'ladimi? Ha, shunaqa. Endi ikkita qismga shu otopleniyasi bittami, sistemasi? Yo'q, biz alohida qilganmiz. Bu yerga duh konturni qo'yilgan bu yerga alohida. Endi buni alohida qo'yganimizga sabab har xil vaziyat, har xil holat bo'ladi. Chunki bu ham temir hech kimga garantiya bermaydi, buzilishi bor boshqa o'sha. Avariyli holat bo'ldi. Mabodo agar bittasida bir nosozlik kelib chiqsa, ikkinchisini qo'shib ishlataverasiz. O'shaning uchun bir alohida avtonomni qilingan. Otopleniyani, issiq suv, sovuq suvlarni alohida qilib qo'yish kerak ekan. Ham ekonomik bo'ladi, ham ekonomik bo'ladi. Life hack. Ichkarida bitta yotoqxona bor. Yotoqxonaning ichida sanuzili ham bor. Rostdan gapim mehmonxona ekanda. Eslatib o'taman, biz hozir mehmonxonani yotog'idamiz. Demak, yotoqda mana suradigan shoximiz bor. Alohida surib ochiladigan. Juda qulay qilingan ekan, eshigi joy ham olmaydi. Keyin bu yoqda alohida o'zining qulayligi bor. Mana. Kalava. Juda ham chiroyli. Bugungi kunda vena tomir kasalliklariga tashxis qo'yish va davolash tibbiyotda alohida sohaga aylandi.
Ushbu sohada chuqur shug'ullanadigan Plebolife klinikasi zamonaviy tashxis va davolashga yo'naltirilgan. Plebolife klinikasida oyoq venalari varikoz kengayishida eng zamonaviy usullardan foydalanib, oltin standarti venalarni endovenoz lazer abliteratsiyasi, endovenoz radiochistotali abliteratsiya va venalarni dori vositalari yordamida sklerobiliteratsiya amaliyotlarini qo'llaydi. Plebolife klinikamizda oyoq varikoz kasalligini eng zamonaviy usulda diagnostika qilamiz va davolaymiz. Klinikamizga marhamat. Aka, hozir bitta narsani so'ramoqchi edim-da, yurtdoshlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Mana shu imorat qurilganda barga ham hamma yo birday zo'r bo'lmaydi-da. Qayerdadir bir shu imoratingizda attang shuni qilmanmi yoki boshqacha qilsam bo'lar ekan, qo'pol qilib aytganda xatoga ham yo'l qo'yganmisiz? Bo'lgan. Ayta olasizmi shuni? Bo'lgan, men hozir nari ikkinchi qismga o'tganda ko'rsataman. Bu aziz ham xatosi bu. Bizda o'zbeklarda asosan ayollar kunini asosiy qismini oshxonada o'tkazadi. Oshxonamiz sal kichikroq bo'lib qolgan. Borgan demak, diqqat bilan tomosha qiling, oshxonani ko'rsatamiz hozir. Yozgi kuni endi mana bu gazon qilingani biz tuvelab qo'yamiz, har xil bir manzarali gullardan o'zim yaxshi ko'raman-da. Qish bo'lgani uchun olib qo'yganmiz uni, bahordan boshlab gulli ekib, shinamgina chiroyli qilib qo'yamiz. Aka, mana buni bruschatkani ko'ra, men kafil qilgan yaxshiroq bo'lyapti shekilli. Bu bruschatka emasmi demak? Yo'q, bu bruschatka emas. Keramidskiy kafil, buni yaxshiligi sirg'amaydi. Qishda mana qorli muzlaganda ham chidaydi. Mana hozir 5 yildan oshdi. Hech qatida bir nuqsoni yo'q. Peshindan keyin quyosh tikka turib, asrgacha shu quyosh tushadi mana ishga-da. Qizib ketmaydi, shunisi yaxshi. Qizib ketmaydi. Qizib ketmaydi. O'zi ham keramika tarkibida bo'lgani uchun bolalar, nevaralar barcha chiqib o'ynaydi-ku. O'shaning oyog'i kuymaydi, o'sha bemalol yozda o'sha tomondan qulaydi. Devordagi nima deyiladi shu Aziz aka? Nomini nima edi buni? Bir xil briket deydi, bir xillarniki. Lekin juda chiroyli ko'rinar ekan. Keramidskiy platka. Nimagadir o'zbeklar qaymoq rang alikaponga yopishib olishganda, oq alikapon ham patologda mana garajda zo'r chiqadi-da, chiroyli chiqadi. Qo'liga qaraganimizda ko'pincha qo'shnining devori xunuk bo'lib qoladi. Aka shu tomni yopganda men qo'shnining xunuk devorini bundoq chiroyli qilib profnastil qilib qo'ygan ekanlar. Qo'lidan qarasangiz chiroyli turibdi-da, haligi g'ishlar, betonlar chiqib yotmaydi shunaqa. Hammaga tavsiya qilamiz shuni. Umumiy olganda nechta xona bo'lyapti endi shu yerda? Bizda pastimizda 4 ta, tepamizda 3 ta xonadan shu bolalar xonasi, keyin dars qiladigan xona, o'zimning ishxonam, endi pastda oshxona, hammasi shu nima sanuzil joylashgan. Chiroyli ekan. Ikkinchi qismiga asosiy uyga o'tamiz. Asosiy tomonga o'tamiz. Hozir bu boshda proyekt qilinganda deb ochiladi. Dahliz o'ralmagan. Keyin 4 ta zina qilinganda, chunki orqa ko'chamiz 1 metrdan oshib balandlikda joylashgan. Biz o'shaning uchun o'sha balandlikni yo'q qilish uchun oldini ham baland qildik-da. Mana qo'lni ko'rdingizmi? Ikki tomonga bo'ladi. Mana bu ham sal qiyin qilingan. Mana ko'chada tekis bo'ladi. Bu ko'cha balandroq ekan. Bunga nisbatan balandroq bo'ladi. Bu imoratni shunda tepaligiga joylashib qolibdi-da. Yaxshi. Shuni ko'rkan bo'ldi, shuni orqasidan. Podvalda nima? Podvalda bormi? Podval yo'q, bu yerda просто kotellik bor. Ha, bor. Zamonaviy tilda hol deyiladi. Xo'p. Bu gumbaz bormi yo просто tekis patolog? Yo'q, buni gumbaz qilingan. Gumbazi bor-a? Gumbaz qilingan. Bu yoqda kim yuguradi endi? O'zi yugurib turasizmi? O'zimiz o'g'illar yuguradilar. Aziz aka, mana shu yerda ham hozir ahamiyat berdik-da, kiruvishda. Bu yerda ham tambur vazifasida bajarilar ekan-da. Men tan olaman, misol uchun men proyekt qilganimda mana shu dahliz chizmagandim-da. Ko'chadan to'g'ri uyga kiradigan qilib chizib qo'yganman-da. Keyin yaxshi mana aka mana keling. Kamchilik to'g'rilab, bu yerda demak tambur bo'lmagan-a bu yerda. Tambur bo'lmagan. Bu zinani balandligini hisobga olinib, bu yerda o'ralgan. Asosiy o'tiradigan joyi shu, televizor tomosha qilib, kitob o'qib. Farzandlardan nechta aka? Farzandlardan 3 ta, bitta o'g'il, 2 ta qiz.
Navaralar nechta shunda bo'ladi? Ulardan 8 ta xudo xolasa. Juda ham boy ekansiz. Shu xonaga sig'masa kerak, hammaligiz kelsa. 7 ta o'g'il navaram bor. Oho, futbolni komanda bor ekanda azaga. Mebirovkani qo'yganda, mana divan qo'yganlarda, ham divanda o'tirib, dumaloq sifat gilam qo'yilgan, gumbaz qilingan, patologda dumaloq stol qilingan, hammasi bir-biriga uyg'unlikda qilingan. Menga bilasizmi, men yoqtib ketdi aziz aka, mana bu oyna qarangda. Ekran sifatida qilingan, keyin kelinglar shu yoqqa turaylik, shu yerda tomosha qilaylik. Yomg'irlar yog'ganda, qor yog'ganda odam mazza qilib, choy ichib, tomosha qilib turadigan kimga kelgan shu g'oya-ku, o'zingiz shunaqa qilib oldingizmi? Ochiladi, masalan o'tirib kitob nima qilib, televizor tomosha qilsangiz ham yomg'ir qor yog'ganda bir ajoyib manzara bo'ladi. Bu ham bir televizor deydi, aziz aka, nima demoqchi edingiz? Hozirgi modada mana bunaqa romlarni katta ekran qilib qo'yish bo'ladi. Alayakada polgacha qo'ygan ekanlar. Mana bu to'pli pol qilib turib, ichida zmeykasini zichroq qo'yganlar oynani oldiga. Nimaga zichroq qilingan? Aynan bu yerda sovuqda yurmaydi, pol issiq bo'lgandan keyin hech bir bolaga ham qulaylik tomonlari bor-da o'shaning uchun. Mana tarket qilinganda chetida texnik zazor qoldiriladi. Tarket ya'ni taqalmaydi. Ya'ni yurish uchun yarim santimetr ochuv joy qoldi. O'sha joyi o'zini rangida mana plankamdan yopib qo'yganlar. Natijada chiroyli bilinmasdan turibdi. Xuddi o'zidek turibdi-da. Parket deyiladi. Juda ajoyib ekani bu. 80 shpon sifat shuni bir. Lekin boyagidan bu boshqacha, boyagi palubni edi. Farqini tushuntirib beraylik, u qimmatrog'imi, bu qimmatrog'imi? Bu taxtadan qilingan, endi bu uni tagida laga tushib, lagaga qotirilgan. Buni demak, uni ishi ko'proqdi. U ruchnoy rabotami, shunaqami? Qo'l mehnati unda ko'proq sarf qilingan. Bu yerda stashka qilinib, stashkaga o'sha zimeyka qilib issiqlik sistemasi joylashtirilgan degan, shuni ustiga keyin tarket yopilgan. Mana shu qo'lni begovoy doroshka qo'ygan ekansizlar, bitta ko'rsatib bering, qanaqa ishlaydi. Ishlatasizlarmi buni yo'qmi? Ishlataman. Ha, ishlatsalar kerak, bekor qo'yib qo'ymaydilar. Ko'proq kim yuguradi bu yerda endi? O'g'lim. Paladinalar bor, ko'proq, kamroq. Keyin buni yana bitta qulaylik tomoni, mana bu shnurini shunday tortib olsa, o'zi o'chib qoladi avtomatik. Texnika bezopasnosti. Ha, o'shancha. Mana magnitdan nima qiladi? Joylashadi. Juda zo'r o'ylangan ekan. Misol uchun 1 yoshlik bola ham shunday qo'lda tortib olsa, to'xtab qoladi o'zidan o'zi. Televizor peredachani kinoni ko'rib 1-2 kilometr yugurib qo'yganingizni sezmay qolasiz. Rostdan shunaqami aka? Shunda tepada ham xonalar bormi deyman, aka? Nechta xona tepada? Tepada 3 ta xona bor. Endi hozir zalni ko'ramiz. Tushunarli? Biz hali zalga kirib, men zal deb o'ylabman men o'zi aslida. Aka zalingiz juda chiroyli ekan. Nima deydi, ana odam bundoq bir havosi keladigan. Tepa qarang, patolog qanaqa qilingan bu, nima deyiladi buni nomi o'zi? Mana o'sha duradgorlar ish jarayonida bizga ustoqli variantni ko'rsatdi, keyin mana shunaqa variantni nima qilishmaydi, bu g'alati bo'lib qolmaydi, bu mo'ykalarda ana usti yopilgan. Shunaqa bo'lib qolsa, yo'q akalar, men qilib dedim, ichi chiroylanib o'rnatganligimda bir ajoyib bo'ladi deb shunaqa variant taklif qildim. Chiroyli yoqib ko'ramiz. Shunga to'xta deydi. Lekin juda ham chiroyli ekan, qarang. Bir ana nima deydi, bir kemada ketayotgandaymi, yo nimadir boshqacha. Hamma joyda takrorlanmaydigan-da. Yo'q, men misol uchun ko'rmaganman-da, bo'lsam juda ko'p syomkalarda yuramiz, har xil xonadonlarda. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana men foto aboy yopishtirgan ekanlar-da, aka. Bu uzoq ana perspektivani beradi. Glubina. O'tirganingizda glubina, ha. O'tirganingizda, ya'ni u yoqda uzoq davomi bor. Uzoq, ya'ni xona kengroq, katta. Tabiat qo'ynida o'tirgandek bo'lasiz. Aboyni qanaqa qilinadi? Mana shu aka, mana shuni aboyda raspichatga qilinganmi yoki tayyor foto aboymi bu? Yo'q, tayyor emas, raspichatga qilingan. O'zi yaxshi ko'rgan rasmi, o'zi borgan joyi, dam olgan joyi, masalan, Zomin bo'ladimi, Makka bo'ladimi yoki qanaqadir joyga borgan bo'lsa, o'ziga yoqimli manzara. O'ziga yoqqan joyi rasmini olib, masjidga pechat qilib qo'ysa, buni yuvsa bo'ladi, menimcha. Yuviladi ekan. Tabletta bilan bemalol yuvib atsa bo'ladi. Zal razmeri bo'yicha ko'p tortishuvlar bor. Bir xil bundan ham katta bo'lish kerak deydi, lekin hozirgi kunda mana shu misol uchun 5 ga 6 razmer ham yetyapti-da, hammaga yetyapti. Biz mana bu boshda ko'rib chiqdik. Bu yerda asosan o'zi ayollar o'tiradi. U yerda erkaklar o'tiradi.
Lekin holni ham hisoblasa 3 ta zal bo'lyapti. Shunaqa. Endi yoshlar, asosan yoshlarga Uy egalari, yoshlar, bolalar shu yerda o'tiradi. bitta samovyozil bor, bitta детский spalnimiz bor. Hozir nevaramiz uxlayapti, endi xalaqit. Bu yoqda oshxona bo'lsa kerak. Demak, bu yoqda hol bilan bir davomiy ekanda, lekin qo'shilib ketibdi-da bu yerda. Mana zina orqali mansabga chiqiladi. Bu yoqda o'ziga yotog'ingiz. Bu bizning yotoqxona. Ehson aka e'tibor bergan bo'lsangiz, kir-urishda kiyim osishmas ekan, mana zinani oldidagi joyi unumli ishlatib, garderob qilib qo'yilgan ekanda, hamma kiyimlarni mana shu bemalol qancha kiyim bo'lsa sig'diriladigan joy qilingan ekan. Endi bu yerdan hovliga chiqish bittami eshigi, ta'mir orqali Ikkita mana bu oshxonadan bizani hali ayvonchamiz bor, yozda o'tiradigan. Ana aytgan ikkita zina bilan kirib chiqsa bo'ladi. Demak, oshxonaga produkt olib kelganda, tayyor ovqatlarni o'sha yerdan uzatishga juda qulay qilingan. tomoshabinlarga yana bir narsa qiziq bo'lishi mumkin-da. Qancha payt qurgansiz shu imoratingizni? Buni endi bir 3 yilga yaqin vaqt ketgan buni. Ko'pchilikda mana shu kommentariy yozadi-da, aka tegida. Ko'rsatuvlar unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi. Endi har xil fikrni bildiradi. Shunda juda ko'pchilik narxi to'g'risida qiziqadi-da. Taxminan qancha ketgan shu imoratingiz? Biz hisoblamaganmiz, Alloh bergan qilganmiz. Rahmat, zo'r javob bo'ldi, eshitdinglarmi? Endi hozir shu zina to'g'risida gapiraylik. Aziz aka, boya aytganingizdek, o'shadan tepasidan zinani bunday olib kelib, bu yoqqa qochirib olib kelinganda bu nima beradi? Mana bu perilarni agar to'g'ri olib tushganimizda zina tor bo'lib qolardi. Ha, yashang. Bizni alaka yaxshi qilgan ekanlar, bunda olib tushib perilarni mana zinani tagiga ozgina kirgizgan ekanlar, shuning hisobiga bu yana qo'shilgan. Va oxirgi zinani chetini dumaloq qilib turib, mana eshikning oldida bunda burib yuborgan, xalaqit qilmaydi. Oyoq urib olmasligi uchun. Urib olmasligi uchun. Natijada zina, birinchi zina juda ham qulay zina bo'lib chiqqan. Teplый pol to'g'risida. Teplый pol bu yerda e'tibor berganmiz, hech qanday batareya yo'q. Hamma yoqqa mana shu teplый pol qilingan. Buni qulaylik tomoni ham iqtisod tomonidan biz yoqqanmoqchi uchun 30 gradus qo'yib qo'ygan. Ekonom qilib beradimi? Ekonomligi buni 30 gradusga qo'yilgandan keyin gazni xarajati ham kamayadi. Yo'q. Misol uchun oddiy AGVlarda 70-80 gradusga qo'ysangiz, buni 25-30 gradus yetib boradi. Keyin shunaqa gap yuradiki, xalqda teplый pol qisib, odamni kasal qilar ekan, iligini quritar ekan va hokazo. Nima qanaqa qaraysiz shu gapga? Buni teplый pol qilmagan odamlardan chiqqan gap. Men ularga maslahat berardim. Xo'p. Boshlanishga bir ikkita xonani teplый pol qilsin, keyin teplый polni o'ylab chiqqanini duo qilishadi. Meni nazarimda chet ellarda bu yillar davomida, asrlar davomida Yaponiyada, Vyetnamda, Koreyada asrlar davomida teplый poldan foydalanishadi. O'shaning uchun hech qattiq ko'rganmiz. Agar yomon bo'lganda ular yig'ishtirib tashardi. Bu to'g'ri. Ularda hassa tayangan odam ham kam. Oyoq issiqda tegan. Oyoq bilan bosh issiq bo'lsa bo'ldi. Ana zo'r javob bo'ldi. Qarang, hamma xonangizda ahamiyat beryapmi? Aboylar bir boshqacha-da o'zigacha. Betga qilinishi bu baland ko'rsatishmi? Baland ko'rsatish. Bular ham yuviladigan menimcha, aboyizda. Hammasi yuviladigan. Mana hozir tepaga chiqib oldik. Halaki bet tog'dagi uy. Ha, bitta yotoqxona, bitta kutubxonamiz, bitta zal. Lekin menga bilasizmi, yoqdi. Mana bu yoqdagi hozir yurtdoshlar ko'rib turgandir, oyna, deraza deyiladi. Juda uzun katta qilingan ekan. Bu yerda menimcha kechasi kunduzi chiroq yoqilmasa kerak. Yo'q, buni mana quyosh chap tomonimizdan chiqib, u asr vaqti bu tomonda botadi. Kuni bilan quyosh nuri bilan bet yoritilsa, kechasiga bitta stolbani yorug'ligi mana shu pastdagi yotoqxonamizga, narizalga hammasini yorug'i tushadi. Kechasi tursangiz ham chiroq yoqishga hojat yo'q. Kichkina bolalar, nevaralaringiz ham yursa, ha, o'sha qoqilmaydi, mana shu onsa. Juda qulay yaxshi qilingan ekan tomosha. Ehson aka, yana bitta narsa aytmoqchiman yurtdoshlarga. Mana shu uyga, misol uchun boy ko'rsatadigan narsalar, oddiy narsa, kartina. Uyni boyroq qilib ko'rsatadi, san'at asari. Mana bu yoqda zinaga bular aboyga fotoni raspechatga qilib
ekanlar, pechat qildirib, yopishtirib, tagidan gipsdan baget qildirgan ekanlar-da. Chiroyli bo'lib ko'rinyapti-da, manzarali bo'lib. O'zingiz borganmisiz deyman shu yoqqa? Xudo xohlasa. Italiyada bu. Ha, Italiyada ekanda. Strapilni o'ziga shu izolyatsiya moslamalarini joylashtirib, o'shanga tomga yaqinroq qilib o'rnatib ketilganda, o'shaning uchun balandroq ko'rinadi. Endi ko'proq shu uyingizni hozir aylanib bitta narsaga amin bo'ldimki, dizayni juda a'lo darajada qilinganda, to'g'risini ayting, o'zingiz shug'ullanganmisiz, yo o'g'lingizmi, kim ko'proq ahamiyat Buni ko'proq ayollar tomonga qulaylikni ayolim o'ylagan. O'g'lim endi bu yerdagi boshqa joylarni ko'p joylarda borib ko'rgani uchun o'shalardan andaza olingan. Demak, dizayn bo'yicha ko'proq keyin qaraymiz. Endi bu yerda azizam mahorati bor, uni tan olish kerak. Biz endi uy loyihasini qilganmiz, yana live hack etmoqchiman. Hammom hojatxonalarda oynasini kapelkali qilib qo'yish tavsiya qilaman. Gulxoy eshik qilib qo'yishadi, gulxoy eshik. Keyin chiroq yoqib o'tirganda chiroqni o'chirsa qo'ydaveradi. Ichkarida yo'da. Bu yoqda masalan ichkaridagi odam o'ylabdilar. Bu yoqda masalan ichkarida odam borligi seziladi. Agar misol uchun chiroq yoqib bo'lsa, taqlar. Bu sanuzel hisoblanadi. Har qo'yib gaplashib. Prachishni qilingan ekan, mana prachishni qilingan. Demak, bu yerda kir yuvilar ekanda, yo'q qayerda quritadilar kirlarini? Kir mana shu qo'lda quritilar. Kamdan kam uchraydigan holat unitazdan bide mana yonma-yon qulay qilib qo'yilgan tepada. Ya'ni bu hammomda hamma sharoitlar, ya'ni unitaz, bide, dushovoy, rakvina, kir yuvadigan mashina, mana chochuq quritadigan, imashtimda belevoy quritadigan, kirlarni quritadigan moslamani qo'yib qo'ysangiz, shu yerda o'zida ham kirlar qurishi mumkin. Shuni to'g'risida gapiraylik. Hozir qarang, juda bir chiroyli, nima bu, kafelmi? Bu granit bu. Granitdan qilingan bu. Beton to'pli pol qilingan. Ya'ni taxtaga o'xshab qilsa bo'ladi. Kafillar ham xuddi tarket, yog'ochga o'xshagan fakturali kafillar bor. O'shani terganingizda hozir birinchidan issiq. Agar etmaganlarda mana shuni taxtami, nimadir deb o'yladimda. Demak, endi hozir bitta tushuntirganimizda bu yoqda o'zingiz kabinetingiz, biblioteka bo'ladi. Bu yoqda katta hol, zol endi bolalar uchunmi? Bu yerda aboyga ahamiyat beringlar yurtdoshlar. Gullar bilan qilingan, chiroyli, odamni bir bahri dili ochiladi-da. Har bitta odamga yurtdoshlarga tavsiya, albatta uyingizda kitob bo'lishi kerak. Hammamizning uyimizda kamida mana shunaqa kitob javon bo'lishi kerak. Albatta kitob o'qilishi kerak har bir xonadonda. Albatta. Bu juda ham davr talabi bo'lgan bilan kitobga yetmaydi, uni yetishtirlashi. Kitob o'qigan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Keyin o'tib suhbat qilsangiz ham suhbat qilgan odam ham maza qiladi. O'shaning uchun kitob qancha ko'p o'qisa shuncha yaxshi. Uyingizda endi hozir kitob o'qiydiganlar ko'pmi? Hamma nevaralarimgacha hammasi o'qiydi. Lekin yaxshi joyga qilib qo'yibsiz, tepaga chiqib olib. Tinchgina hech kimga xalaqit bermaydi. Hech kim xalaqit bermaydi, o'tirib kitobni soatlab qolib ketsangiz kerak, chaqirishmasa. Ovqat tayyor bo'ldi, tushin deb qoladigan odam. Mana bu tomda e'tibor bergan bo'lsangiz, tomni reshotkasini oppoq qilib qo'yishgan, havo o'tadigan joy. Estetik, chiroyli vid beradi bu. Bitta aka yozda mazza joy bo'lsa kerak, salqin. Bu yo'q, ikki tomonni oynani ochib qo'ysangiz, shunaqangi hali skir shabada bo'lib turib maza lekin. Kim mansarda qiladigan bo'lsa, eng past joyi 1.60 bo'lishini tavsiya qilaman. Ya'ni mana mansardan eng past joyi 1.60 dan past bo'lmagani yaxshi. Uyni to'liq ishlatishingiz mumkin. Bir xil joylarda tomini past qilib qo'yishadi, chekiga bora olmay qoladi. Bu joyda alaka yaxshi o'ylaganlar, mana buni baland qilib qo'yganlar, bemalol odam devorgacha borishi mumkin. Lekin to'g'risini aytsam, kirganda aytdim, balandligi mansarda demaysizda, qanaqadir tomoshabinlar bir polnotsенный uyda patologi baland, o'sha burchagini agar hisobga olmasangiz, bariga ham kichkina burchagi ham baland, bariga ham. Endi keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Aka qayerga kirib kelamiz endi hozir? Endi bu alohida nevaralarga mashg'ulot o'tkazish xona qilingan. Kattaligini qarang, bu yerda kopta o'tyapsa ham bo'lar ekan, fizkulturka bilan shug'ullansa ham. Endi o'g'il nevara ko'p bo'lgandan keyin shunaqa qarab harakat qilar ekansiz-da. Bu xonada oyna bu yoq tarafga ham qaragan, bu yoq tarafga ham qaragan. Yelvizatishga oynani ochib qo'ysangiz, yozgi kunida yelvizatib salqin bo'ladi. 6 ga 12 xonadamiz. Hozir mashta bolalarga igrovoy, ya'ni bolalar o'ynaydigan joy qilib qo'ysa, yugurib bemalol mashta mana shepin kopta uy ham turibdi, bejiz emas. Masalan, sport boshlashib shug'ullansa. Masalan, musiqaga qatnashishi mumkin, kimdir masalan sportga qatnashishi mumkin. O'sha mashqlarni mashqxonada bemalol bajarishi mumkin bo'ladi. Ahamiyat bering, bu yerda aboylar umuman boshqacha, hech qanday takrorlanmayapti aboyi. Aboy takrorlanmagan. Keyin bu universalniy zal hisoblasak bo'ladi. Mehmon ko'p keladigan bo'lsa,
ko'pchilik mehmonni mana shu yerda 60 ta odamni bemalol kutib olib o'tirsa bo'ladigan joy bo'lganda. Aka, menimcha to'ylarda siz to'yxonaga murojaat qilmaysizda. O'shani hisobga olingan hammasi. O'shani hisobga olingan. Shu poli betda endi poli Betan palubni ham mustahkam, ham ovoz chiqarmaydi yurganda, o'shaning uchun shu palubni tanlangan betga. Xonada o'tganda hech qatalik Parok yo'q ekan. Parok yo'q. Shuni so'ramoqchi edim. Shu qoqilib yurmasligi uchun spesial mashina qilib qilingan. Har bir xonada tekis qilib, uruvinga olib qilingan. Aziz aka, mana bittasini so'rasamda, shu parok qilib qo'ygan joylar bor-ku, shular parogini olib tashlasa bo'ladimi yo kechmi? Uni qilayotganda asos soladi. Bu men bu juda ham katta mahorat talab qiladi. Baravar olib kelish. Chunki men taxtani qalinligimdan kafil bitta sathda kelishi bu juda ham katta mahorat talab qiladi, to'g'rimi? Lekin chunki butun uyi polini shunaqa hisob kitob matematika qilish kerakki, men qalin taxtamdan men kafil shunaqa bir xil matematikada bir xil kelish kerak. Beton quyilish jarayonida buni hisob kitobga olish kerak. Mansardada patolog qanaqa qilsa bo'ladigan savollar bor yurtdoshlar. Oddiy sodda tekis qilib oq shakl olingan, 4 ta galaga bitta lyustra qilingan. Mana oynalari ham sodda oddiy ochiladigan oyna qilingan. Keyin aboy ham ikki xil kombinировать, shu ham bir e'tibor tortyapti-da. Shu nesushi devormi deyman-a? Kolonnasi. U ikkita chekkadan yuk ko'taruvchi yuk ko'taruvchi kolonnalar. Buni Yaxshi to'ylar qilyapsiz. Rahmat, iloyim. Hurmatnimi? Bu eng kichkina bilamiz. Uy egasi. Bo'ri-bo'yvach. Rizo qo'ydi sizga. Endi hozir shu yerda bitta kamchiliklari bor dedingiz, o'sha nima kamchilik edi? Yo imoratga chiqqanda aytaman dedingiz-ku, aka? Qamiz oshxona sal kichkina bo'lib qolgan. Endi shuni yechimini topdingizmi? Yechimi o'sha besetkada o'tiriladi, mana bu sovuq kunlarda mana bu holda o'tiriladi. O'sha bilan yechimini topdik. Yaxshi. Demak, biz hozir anagan oshxonalaridamiz, to'g'rimi? Juda chiroyli ekan shuni. Bu mana tayyor ovqat yeb o'tirib ovqatlanadigan joyimiz. Buni e'tibor bersanglar, tegiga ham bu yoq tomondan 3 ta, u yoq tomondan 3 ta idish tovoq qo'yishga joy qilingan mana. Bu nima deyiladi? Astrovok. Astrovok. Astrovok shunaqa xalqda shunaqa deyiladi-ku, aziz aka. Ayollarni xamir qorish qilishga ham, yoyib olishga ham qulay bu juda. Ayollarning orzusi. Lekin baqon narsa ekan. Tagida nima anaqalari bor ekan? Eshik, bu yerda bu yoqdan 3 ta, bu yoqdan 3 ta shu idish tovoq hammasi shuning ichida joylashgan. Bu yoqda mana umumanlik, mana nimamiz, gaz plitamiz, ham bu yerda mana elektrichkasi ham bor o'rtasida. Zamonaviy qilingan buni hammasi. Mana bu yerda mikrovolnovka, duxovka, buni tegdi ham mana tepaga olibsiz u yoqdan, alohida ekan. Alohida qilib, mana prosta mana razmer bir xil bo'lgani uchun chetga joylashtirib yubordik. Keyin mana buni tegdi ham tortma. Eshik bu yoqda ekan. Eshik mana boya aytib o'tdik-ku, ikkita eshik deb. Mana bu yerda bizani yozgi besetka ayvonimiz bor, ovqatlanadigan joyimiz. Yoz, bahor, kuzda mana mashinadan ovqatlarni uzatib, bemalol xohlasin tashqaridan kelsin, xohlasin bu yoqdan nima qilib ovqatlarni uzatib. Besetka deganingiz endi tushundim. Bu qanaqadir tilda balkon ekan. Balkon. Mantiqa hovliga azaga juda chiroyli qilingan ekan. Bitta to'rga bemalol 10 kishi o'tiradigan joy. Oshxonangiz kichkina emas ekan. Oshxonangiz davomi bu yoq ekan-da, aziz aka. Lekin bu astrovok joyi qotirilganmi yo sursa bo'ladimi yoqib yoqqa? Yo'q, sursa bo'ladi buni. Tegi bilan sursa bo'ladi. Buni karkasini temirdan yasab, ustiga stallashniца kiyig'izilgan-a? Yo'q, temirdan yasalmagan, hammasi yog'ochdan yasalgan. Mana bitta shunaqa qilinganki, ya'ni oshxonada turgan odam bu yoqqa kirayotgan bu yoqqa ham oyna bor. Hovlini bundoq qarasa bo'ladi. Ayvonga ham, masalan, ayvonga chiqsa, ayvonni ham bemalol tomosha qilsa. 180 gradus hovlini obzori mana shu yerda oldida yaratilgan-da. Uyda menimcha chiroyli kam ishlatishsa kerak. Juda hamma yoq deraza, oyna, nima deysiz? O'sha oynalarni joy-joyiga joylashganini e'tiborga olingan holda mana shu yorug'lik nurdan ko'p foydalaniladi bu yerda. O'sha qibla tomonlari hammasi hisobga olingan. Quyosh chiqish, botish tomonlari, keyin o'sha quyosh chiqish tomonga o'sha nimalarni, yotoqxonalarni joylashishi hammasi juda puxta o'ylangan. Kommentariylar uchun rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. Shu kommentariylar bizani yaxshiroq ishlashga undaydi. Motivatsiya beradi. O'zimizning ustimizda ishlab, yaxshiroq sizlarga
narsalarni ko'rsatishga harakat qilishimizga sababchi bo'lmoqda. Endi mana hozir aziz gaplardan ham bilgandirsiz. Bugungi videomizga yakun yasashdan oldin uy egalariga, alakaga, Muhammad Nurga, hamma oila a'zolaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Yaxshi to'ylar qiling, yaxshi kunlarda biz ham kelib mehmon bo'laylik. Rahmat. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Rahmat. Kelgan yangi yil izli qutli kelgan bo'lsin. Bu pandemiyalar yo'q bo'lib ketsin. Tez kunlarda ko'tarilib ketsin. Elimizni, yurtimizni, xonada hamisha yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Demak, hammaga bizni ko'rayotgan tomoshabinlarga xuddi shunaqa uylar nasib qilishini tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. E'tibor uchun rahmat. Ovoz yo'q hozir. Endi ko'proq qo'lda, ya'ni tomoshabin qo'ldan yuguradigandan televizor ko'ra olish uchun bitta o'kish mana bunaqa radis keladi. Ana, rejissyorlar. Televizor Dizayn bo'yicha ko'rishga tushundim. ham u ujin qilishga mana bunaqa dumaloq stol qo'ygan juda ham qulay. Bo'pti, ketdik, mayli. Men zal deb o'ylayapman men. O'z aslida ketdik, qani yuring. Yuring, kiraveraylik, hozir syomka qilyapti-da, kirib kadrimiz deysiz-ku. Hozir birinchi navbatda aytmoqchi bo'lganim, Siz o'shani ayting. mayli. Teyda idishda turadi buni. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham turadi. Bitta xamir yoysa ham boshqasi juda qulay. Qattiq ekan. Bu ayollarning orzusi. Mana qaranglar. Mana gapni bera qoling. Mana yo'q gapni. Mikrofoningiz yo'qmi? Haliki demak Muhammad Nurni joyi o'sha ekan-da, kreslosi. Qani ko'rsating. Ciao. Ciao. Hadi fikrlaringiz chiqadi. Ciao. Bale. O'zlaring tilib bor ekan.